Ferrari Prosangda 725 ta ot kuchi bo'lsa, Xiaomi U7 Max da bo'lsa, Men bilan 691 ta ot kuchi. 850 mingga Ferrari Prosang olgan bo'larmidinglar yoki 10 barobar arzoniga 82500 ga Xiaomi U7 Max olgan bo'larmidinglar? Hozir qisqa obzor qilamiz, bahoni o'zingizlar berasizlar. 101 kW batareya bilan 760 km yuradi. Avtomobil полный приводda 0 dan 100 gacha 3.2 sekundda chiqadi. Naqd $6000 dop opsiyada karbon elementlari bilan jihozlangan. Ular ichiga old fara ustki qismi, kapot jabrasi, yon oynalar, parok, ustki va pastki orqa spoilerlar kiradi. Bu maxluqni to'xtatish uchun perforatsiyali diskiga 4 porshili brembo tormoz tizimi o'rnatilgan. Diski 21 dyuymda. Kapotni ochilishiga lekin yomon maza qildim. Dilshidiki, yana bitta tushaverasizmi aka? Yo'q, bir marta yetadi shu desa. Endi salonga sayohat qilamiz. Eshik ruchkalariga baho bering. Salon to'liq sifatli charm, tepa qismi esa Alcantara. Oldi o'rindiqlar nafaqat massaj, balki 0 gravitatsiyaga ham ega. Avtomobil 5 ta rejimda, hatto Sport Plus rejimida ham harakatlanadi. Yana bitta maza qiladigan joyi oldi lobovoyi to'liq hidab displayligi hech qaysi bir mashinada takrorlanmaydi. Displeyni sifatini bo'lsa, gapirmasa ham bo'ladi. Etilmagan funksiyalar hali juda ham ko'p. Mashina qiziq bo'lsa, A bozor komforti kelib, bemalol ko'rsanglar bo'ladi.